Assalomu alaykum. Yaqinda shu o'tgan sinovga kelgandik Yusuf bilan va bugun Yusuf hamma o'quvchilarning orasida balli olib shu o'qishga kirib, hozir o'qish aylanib chiqamiz. Kelgan maktabimizda O'zbekiston bayrog'i ham bor ekan. Maktab direktori bilan gaplashib bo'lib maktabga aylanishni boshladik va maktabimiz tijorat palatasiga bog'liq bo'lgan davlat maktabi. Kanikul bo'lgani uchun kunduzli lagerlar tashkil ettirilgan va lagerda o'quvchilar Qur'on darslari va har xil foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullanishayotgandi. Biz kelganimizda namoz vaqti edi va o'quvchilar namoz o'qiganda chiqib ketishgan edi. Har bitta sinfni ham dinimizdagi ulamolarning nomi bilan nomlashgan edi. Ba'zi bolalar ko'chada, biz esa stalovaga tushdik, ya'ni maktab oshxonasiga. Maktab oshxonasi keng va juda ham shinam edi. Maktab oshxonasining orqa qismida maktab litsey qismini tanitish bo'limi bor edi. O'sha yerda bolalar litsey qismini tanitishayotgandi. Ichkarilarini ko'rsatyapman. Oshxonasida ovqatlanish bilan birga kitob o'qiydigan joylar ham bor edi va alohida juda ham katta bo'lgan shinamgina kutubxona bor edi. Videoni davomida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda asosan ovqatlanayotganda o'qib olish uchun kichkina kitoblar bor edi va asosiy kutubxona. Uni kirishidagi mana bu plakat esa juda ham e'tiborimni tortdi. Juda ham ko'p foydali narsalar yozib qo'yishgan edi. Ya'ni o'qishga tashabbus uchun, motivatsiya uchun yozilgandi. Ochig'ini aytsam, bunaqa katta kutubxonali maktab ko'rmaganman. Bu maktabning ichida joylashgan kutubxonasi. Bunaqa kutubxonani ko'rib o'zim ham bola bo'lib qolgan va xuddi shu maktabda o'qigim keldi, lekin afsuski bu maktab faqat o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan. Bu maktabda umuman qizlar yo'q va maktabda diniy, dunyoviy darslar hammasi beriladi. Aslida bolalarni o'qishga motivatsiya qiluvchi mana shunaqa kutubxonalar ochiq bo'lgani, har doim hamma kelib bemalol bu yerda dars qilish uchun sharoit bo'lgani, menimcha bolalarimiz uchun juda ham katta yutuq. Bu yerda o'zbekistonliklar ham o'qishadi, buni bilaman. Bir ikkita tanishlarim aytishgan edi. Kitoblarni ba'zilarini ko'rib chiqdim, ko'rganingizdek, dinimizni tanituvchi kitoblar ham bor. Dunyoviy kitoblar ham, ya'ni g'arbiy, sharqiy adabiyotlar hammasi mujassam edi bu kutubxonada. Kutubxona qismini juda ham ko'p videoga oldim, ko'rganingizdek. Shu bilan ziyoratimiz tugadi va chiqishga to'g'ri yo'l oldik. Maktab o'zini stadioni bor, ko'rganingizdek. Maktabning eshigini tagida har doim nazoratchi bor va o'quvchilar karta bosib kirishadi. Ya'ni 24 soat nazoratda.